Gerblar davlat ramzlarining ildizlaridir. Gerb bu davlat, shahar yoki sulolaning timsoli. U tarix davomida xalqni bosib o'tgan yo'li, madaniyati va qadriyatlarini aks ettiradi. Gerblarning ildizi qadimgi sivilizatsiyalargacha boradi. Ilk gerbga o'xshash ramzlar Misr, Rim, Xitoy va Eron imperiyalarida uchraydi. O'rta asrlarda esa ular asosan shohlar, knyazlar va davlatlar bayroqlari, tamg'alari va tangalarida qo'llanilgan. Bizning yurtimizda ham turli sulolalar va davlatlar, Qang davlati, Kushonlar, Somoniylar, Temuriylar o'ziga xos tamg'a va ramzlardan foydalangan. Masalan, Amir Temur hukmronligi davrida o'zining shaxsiy tug'i, tamg'asi va belgisi mavjud bo'lgan. 1991-yil mustaqillik e'lon qilingach, o'z milliy gerbimizni yaratish vaqti keldi. 1992-yil 2-iyul kuni tarixiy kun O'zbekiston Respublikasi davlat gerbi rasman tasdiqlandi. U xalqimizning noyob timsolidir. O'zbekiston Respublikasi davlat gerbi tarixiy ildizlar va zamonaviy istiqlol g'oyalarini uyg'unlashtirgan mustaqillik, tarix, madaniyat va tabiiy go'zalliklarimiz timsolidir. Gerb markazida sohibqiron Amir Temur asos solgan tarixiy hududni ifodalovchi humo qushi qanotlarini keng yozgan. Chap tomonda bug'doy boshoqlari, o'ng tomonda esa paxta g'unchalari tasvirlangan. Ular O'zbekiston xalqining mehnatkashligini, yurtimiz iqtisodiyotining tayanch tarmoqlarini bildiradi. Gerb yuqorisida 8 qirrali yulduz va uning markazida joylashgan hilol xalqimizning e'tiqodi va ma'naviy qadriyatlarini ifodalaydi. Pastki qismda esa O'zbekiston degan yozuvli lentaga o'ralgan gerbimiz, birligimiz, g'ururimiz va davlatimiz mustahkamligini aks ettiradi. Davlat gerbi shunchaki timsol emas, u bizning faxrimiz, tariximiz, g'ururimiz va kelajakka ishonchimizdir. U har bir o'zbekistonlik yuragida faxr bilan barq uradi. 2-iyul O'zbekiston davlat gerbi qabul qilingan sanadir.